Assalomu alaykum. Menga obuna bo'lgan, podpiska bo'lgan, like bosgan obunachilarim. Bugungi ochirimimiz bo'ladi. Ishlarimiz, qanday ish boshlashimiz, qanday ish yuritishimiz, qanday joylardan ishdan ketishimiz, nimalar bo'lishi shularga ko'ramiz. Meni ismim Mayramjon Tarot. Raqamim kimga kerak bo'lsam 50 kod 708 85 66. Kimga kerak bo'lsa bugungi ochirimimiz ishga bo'ladi. Qanday ish boshlamoqchisiz, podpiska bo'lgan, obuna bo'lgan, like bosgan obunachilarimni niyatini oldim. Qanday ish boshlamoqchisiz, o'shalarga ko'ramiz. Podpiska bo'lgan, obuna bo'lgan obunachilarimni niyatini oldim. Kimlardir ish almashtirishni o'ylayapti, u ish yoqmayapti, 2 oy yoki 2 hafta yoki 2 kun ishlab ko'rgan bo'lsa ham, u 2 yillik ishlagan odamlar ham bor. Ish joyini o'zgartirish, puli kamayishi yoki gap so'zlar qochishi bo'lyapti. Ko'plar qandaydir biznes qilmoqchi bo'lyapti. Biznesda jiddiy muammolar bor. Bu biznesda pulga tushishlar, bankrot bo'lganlar ham bo'lyapti bu yerda. Ish almashtiradigan joylarimiz, ko'plar ish almashtiradi. Ko'plar qandaydir yangi ishlarga kirishi orzu qilyapti. U yerdan ham ishlashi o'ziga bog'liq bo'ladi. Zehniga bog'liq, chaqqonligiga bog'liq bo'ladi. Ko'plar ayol kishi bilan ish qilyapti. Ayol kishini orqasidan ish qilyapti. U ayolning puli bormi, biznesi bormi? Ko'plar o'sha ayolga ishongan holda ish qilyapti. Ishi sal o'xshamayroq qolsa agar, shu jang bo'lyapti, gap so'zlari qochyapti. Ishlarimizda ko'plarimizda ish yo'llarimiz to'sib qo'yilgan. Ish yo'llarimizga tozalov qilishimiz kerak bo'lyapti. Ko'plar uzoq safarda, ko'plar safarda chiqyapti. Safarda ish almashtirishlar bo'lyapti. Qandaydir kelishmovchiliklar, janjallar ham bo'lyapti. Unda karyera qilmoqchi bo'lganlar qiladi, niyatiga yetganlar ham bor. Ayrimlari niyatiga yetaman deb ko'p pullarga tushganlari ham bo'lyapti. Ko'plarning karyerasi o'xshamay chet davlatga ketishga hujjat to'g'irlayapti. Ko'plarning hujjatlari hali chala, hali u hujjatlar bitish arafasiga emas, ko'plarniki chiqish arafasida turibdi. 5 oydan 1 yilgacha chiqishi mumkin. 5 oydan 1 yilgacha dokumentlari hali cho'zilayotganlar ham bor. Yurtga chiqaman deb dokument qilib harakat qilganlarimiz ham bo'lyapti. Chet safariga ayrimlarimizniki chala qolgan dokumentlarimiz, ayrimlarimizniki chiqish arafasida turibdi. Ayrimlarimizniki уже chiqib qoladi. 4 oy, 4 hafta, 4 kun ichida ayrimlarimizniki chiqadi deyapti. Ko'plarimiz ish bo'yicha ko'p nerv qilib, asablarimiz buzilib, kelishmovchiliklar, pulda yetishmovchiliklar bo'lgan. Ko'plarimizda tozalov qilishimiz kerak. Ko'plarimizning yo'llarimiz bekilib qolgan. Qiladigan ishlarimiz, keladigan pullarning barakasi bo'lmay qolgan. Ochiruv qilasizlar, tozalov qilasizlar. Ishlaringiz joyiga tushib, pullaringiz avvalgidek qaytib keladi. Hozir baraka yo'q. Kimlardir ish almashtirmoqchi, kimlardir ishlagan joyidan qoniqmayapti. 3-4 marta ish almashtirganlar bo'lyapti. Kimlardir safar yo'liga chiqmoqchi bo'lyapti. Dokumentlarning ayrimlariniki chala, ayrimlariniki hali bo'lish arafasida, ayrimlariniki o'sha chiqib qolay deb turibdi. Ketaman degan ayol va erkaklarimiz, bu ochaydigan folimiz hammaga ham to'g'ri kelavermaydi. To'g'ri, men kimga kerak bo'lsa shaxsiy ochirim uchun eslatib o'taman. 50 kod 708 85 66. Bu hammaga ham tushavermaydi. Safar yo'li ochilaydiganlar ham bor. Erkaklarimiz, ayollarimiz safarga chiqish uchun dokument qilyapti. Ayrimlarniki chiqadi, ayrimlarniki dokumenti chala, ayrimlarniki yo'q. Ayrimlarda pul muammosi bo'lyapti. Biznes qilaman deganlarning ayrimi bizneslari o'xshaydi. Ayrimlari pulga tushib bankrot bo'lib biznes temasi yopiladi. Ayrimlar ayol kishi orqali biznesini yurityapti. Ayol kishining orqasidan, ayol kishining pulini orqasidan ish qilyapti. Ularning biznesi, savdosi yurib turibdi. Bugungi ochirimimiz shulardan iborat.